Assalomu alaykum. Siz tabiiy fanlarga qiziqasizmi? Agarda siz tabiiy fanlar, ya'ni biologiya va kimyo fanlariga qiziqsangiz, bizning litsey aynan siz uchun. Bizning litseyda o'qib, bir qator natijalarga erishgan bir guruh o'quvchilarimizni ko'rishimiz mumkin. Sizning orangizda ham biologiya va kimyo fanlariga qiziquvchilar bo'lsa, litseyimizga marhamat. Assalomu alaykum. Men shu litseyning 200 guruh o'quvchisi bo'laman. Bizning guruhda 24 nafar o'quvchi tahsil oladi. Biz biologiya fanidan 3 ta A+, 5 ta A, 9 ta B+, 4 ta B va 3 ta C+ darajadagi sertifikatni qo'lga kiritdik. Kimyo fanidan 2 ta A+, 4 ta A, 2 ta B+, 6 ta B va 10 ta C+ va C darajadagi sertifikatlarni qo'lga kiritdik. Majburiy fan bo'lgi uchun ham ona tili fanidan jami 14 ta, tarix fanidan 9 ta, matematika fanidan bitta sertifikatni qo'lga kiritdik. Bundan tashqari 9 ta o'quvchimiz ona tili fanidan milliy sertifikat javoblarini kutishmoqda. Manzilimizni batafsil tushuntirib o'tadigan bo'lsak, bizning manzil Andijon shahar Baynalminal ko'chasi 95-uy. Mo'ljal 21 yo'nalishli Damas'ning oxirgi bekati.